Assalomu alaykum muxlislar, qadrdonlar. Men judayam yaxshi ko'radigan mening o'zbek millatim. Do'stlar, biz mana bu futbol komandamiz mana necha yillar davomida mana jahon chempionatiga yo'llanmali mana chiqdi. Mana guruhga ham tushdi. Xudo xohlasa 17-kuni adashmasam birinchi o'yini. Do'stlar, meni sevimli do'stlarim, men sizlarni hammalaringni juda yaxshi ko'raman. Kim qanday nima bo'lishidan qat'iy nazar, men mardlar uchun, oilam, bolam, chaqam, millatim, mard, g'ururi bor xalqim uchun da'vat qilyapman, aytyapman. Do'stlar, mana shu biz o'zimizni bolalarimiz, biz millatimiz. Xudodan shularga omad tilaylik, kuch-quvvat so'raylik, duo qilaylik. Duo katta bo'lsa o'tadi bas. Duoni katta kichigi yo'q. Alloh xohlasa har bir insonning duosini ijobat qiluvchidir inshaalloh. Parvardigor qo'llasin. Hammamiz duo qilaylik. Haqiqiy qalbdan duo qilaylik. Ana qaytadir turib olib negativ gapirayotgan ba'zi bir blogerlarni gaplariga e'tibor qilmang. Nimaga? Siz o'zbekmisiz? O'zbek millatimisiz? Bizni millat, bizni farzandlarimiz. O'sha o'yinda o'ynaydi jahon chempionatida. Do'stlar, bu balandparvoz gaplar emas. Bu haqiqiy qalbimdan chiqayotgan gap. Bunga Xudo guvoh. Xudo albatta guvohlik xohlasa Xudo guvohlik beradi. Men millatimni, o'zbegimni juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar hammalaringni juda yaxshi ko'raman. Do'stlar, duo qilaylik. Iloh o'shalarning yuzi yorug' bo'lsin. Mana shu o'yinda juda ham chiroyli o'yin o'ynab g'alabalarga ega bo'lishni Allohim nasib qilsin. Inshaalloh yigitlarimiz orqaga tashlaydigan bolalar bas. Mana Yevropada o'ynab yurgan yigitlarimiz bor. Bizning millatimizni nimaiki bo'lsa, millatni O'zbekistonni o'sha Yevropaga, O'zbekiston degan millat bor ekan degan bir xulosaga keltiruvchi yigitlarimiz bor, shu o'ynayapti. O'shalarga rahmat. Mehnatini Alloh ro'yobga chiqarsin, kuch-quvvat bersin. Yana qaytaraman do'stlar, duo qilaylik. Biz ham bir xursand bo'lib o'yin ko'raylik. Duo qilinglar. Hammalaring duo qilinglar. Ilohim hammamiz umrimiz uzoq, tani jonimiz sog' bo'lsin. Hammamizga omad bersin. O'sha yigitlarimizga kuch-quvvat bersin. Tani jonini sog' salomat qilsin. Ilohim yorug' yuz bilan yurtimizga, vatanimizga qaytib kelishini Alloh nasib qilsin. Do'stlar, yana aytaman sizlarga, duo qilinglar. Duo qilaylik. Duo bilan bo'ladi hamma narsa. Alloh xohlasa, Alloh nimaiki nasib qilsa bo'ladi. Lekin duo qilinsa Alloh ham duoni ijobat qiluvchi juda ham mehribon zot. Allohni kim suyibdiki, Alloh o'sha insonni, bandani suymasdan qolmaydi. Alloh hech qaysi bandani yomon ko'rmaydi. Bunga men ishonaman. Alloh do'zaxni inson uchun yaratmagan. Alloh insonni do'zaxga kirishini o'zi asli xohlamaydi. Do'stlar, duo qilaylik. Omadini bersin yigitlarimizga.